Assalomu alaykum Uyg'ur radiosining aziz anglag'uvchilari. Kitob anglitish sahifamizda Islom va ayol huzuringizlarda. Abdori Bayraktar Bayrakli. Tadbiriyat nashriyati. Ovozda Xadicha Uyg'ur. 16-qism. 4-cho'ng tema. Allah kimni yaxshi ko'rmaydi yoki do'st tutmaydi? 1. Allah fasod terg'uvchilarni do'st tutmaydi. Biz yuqorida to'xtalgan mazmunlarning bir qismini Allah yaxshi ko'rgan amallar va kishilarga ayirgan edik. Endi biz Allah yoqtirmaydigan bir qancha turli qilmish haqida to'xtalib o'tamiz. Hamiga qadar Allah Baqara surasining 205-oyatida fasod terg'uvchilarni, ya'ni buzuqchilik qilg'uvchilarni yoqtirmaydiganligini aytdi. Tuanda butun oyatni naql qilish orqali fasodning nimaligini ko'rsatib o'taydi. Bu oyat tuandikicha. U qaytqandan keyin agar biror huquqqa ega bo'lsa, ziminda qalaymaqonchilik paydo qilish, madaniyatni yo'qotish va avlodlarni buzish uchun tirishidi. Allah fasodni buzuqchilikni yoqtirmaydi. Buzuluş, halak buluş, bir-biriga ziyon yetkazish, tuqqanlarni yo'qlashni tariq qilish, ocharchilik, qalaymaqonchilik, hurulluq, chiriklik, axloq buzuqchiligi, xurofotlik, ziyon zahmatga boshlaydigan degan ma'nolarni bildiradigan fasod so'zi kishilar o'rtasidagi munosabat tartibini buzg'unchilik uchirtishni ifodalaydi. Allah siyosiy huquqni changaliga kirgizib olganlarning jamiyatning tartibini buzib qalaymaqon qilib etishini, millatning ma'naviy madaniyatini, shundaqla bu orqali yoshlarning axloqining buzilishini keltirib chiqarishni fasod deyish orqali bu so'zga ijtimoiy va siyosiy jihatdan ma'no bergan. Hamiga qodir Allah o'zining muhabbatini bunda qilg'uchilardan to'sib, ularni muhabbat chembirikidan chiqarib tashlab, o'zining ularni yaxshi ko'rmaydiganligini jakolagan. Qur'onda munofiqlik qilish, Baqara surasi 21-oyat, bek hadidin eshib ketish, Isro surasi 4-oyat, haqiqatning nafsi xohishiga bo'ysunishi, Mo'min surasi 71-oyat, zolim hukmdorlarning ishg'ol qilgan diyorlarni vayron qilishi, Namila surasi 34-oyat, boylarning namratlarning holidan xabar olmasligi, Qasas surasi 77-oyat, yer va suvning bo'lg'inishi, Rum surasi 41-oyat degan ma'nolarni bildirgan fasod hukmi Allah ayiblaydigan qilmishlarning kartinasini tashkil qiladi. Bu nachar qilmishlarning eng ig'ri madaniyatni yimirib tashlab, yoshlarni halok qilish bo'lib, bu qilmishlar madaniyatlar aro to'qinish masalasini o'ttirg'a qo'yadi. Madaniyatni yo'qotish orqali yoshlarni halok qilg'ili bo'ladi. Bu ijtimoiy qonuniyatni Qur'onning buningdan 1400 necha yil ilgari tilga olganligi nihoyat muhimdir. Bu oyat ya'ni siyosiy huquqni qo'lga olganlarning nimalarni qo'g'dishi kerakligini yo'ritib beradigan bo'lib, ular oldi bilan milliy madaniyatni, ondan yoshlarni qo'g'dishi kerak. Madaniyat zaharlangan jamiyatda yoshlarni saqlab qolishning naqadar mushkul ekanligini tushuntirish to'limi tas bir haqiqat. Chunki madaniyatning buzilishi avlodlarning ma'naviy jihatdan halok bo'lishini keltirib chiqarib, millatni jismi bor, ammo jini yo'q kishilar to'piga aylantirdi. Шуңа һәммәгә кадәр Аллаһ бу әхвалны фасад дип атады. Маариф системасының мәдәниятен тараққи кылдырыш, бейтиш ва чат эл мәдәниятенең шумбыя тикәлләрен тазлап турышы булгандыла, яшьләр андан хаят калыды ва милләтнең ömrü uzun булыды. Аллаһ әң яктырмайдыган иш хәрәкәтләрнең бире кишлек мөнәсәбәтне бузыш, мәдәният ва авлатларны юктыш булып, бу милләтне халак гырдауга элеп барды. Madaniyatning bir-biriga o'xshamasligi tabiatdagi ranglarning tus farqiga o'xshaydi. Shunga madaniyat insoniyat uchun xo'shalik manbasi bo'lsa-la, uni qo'g'dash kerak. Shundaqla uning buzilib yimirdishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Ikkinchi, Alloh isrofxo'rlarni yaxshi ko'rmaydi. Qur'ondagi ba'zi oyatlar mundaq oxirlashidi. Alloh isrofxo'rlikni yaxshi ko'rmaydi. An'am surasi 141-oyat. İsraf sözünün lügat mənisi mındaq. Yupurmaq qurutining daraxtning yupurmağını yeyishi, yeməklikni yeb tügütish, aldash, çəkdin işib ketish, xatalashish, g'obil va nodon bo'lish, havas, xumar, saran odam, yipak qurut, yupurmaq qurut. Bu ma'nolardan isrofchilik degan so'zning iqtisod va axloq jihatdan ma'nosi borligini ko'rib olg'il bo'ldi. Alloh isrofchilikni iqtisod jihatda mundaq tasvirlaydi. Ey odam o'g'illari, har qatim masjidga borganda chiroyli kiyiminglarni kiyinglar, yenglar, ichinglar, ammo isrof qilmanglar, chunki Alloh isrofchilikni yaxshi ko'rmaydi. A'rof surasi 13-oyat. Bu oyatda haddidan ziyoda yeb ichishning insonlarning salomatligiga ziyonli ekanligi, shundaqla haddidan ziyoda ko'p iste'mol qilingan yemaklikning iqtisodiy ziyni tilga ilinib, cheklanish sababi o'tirib qo'yilgan.
Allah bidishlik va bidishsiz bog'larni barpo qildi. Meyvelari bir-biriga o'xshamaydigan xurmo daraxtlarini, ziroatlarni, bir-biriga o'xshaydigan va o'xshamaydigan zaytun va anorni yaratdi. Mevasi pishqanda ularni yenglar. Meva hosulni yiqqan kunda, ya'ni yiqqan vaqtda uning ushrisini ado qilinglar. Isrof qilmanglar. Allah haqiqatan isrof qilg'uvchilarni yoqtirmaydi. An'am surasi 141-oyat. Odam o'zidagi ortiqcha boylik uchun zakot va sadaqa berishi kerak. Uning havisiga berilib ketib zakot berish va yaxshi ishlarga mol sarf qilishdan qichishi bir xil isrofchilikdan iborat. Aniqki, isrofchilik psixikasi zakot va xayr-saxovatni to'sadigan omillarning biri. Xayr-saxovat qilmaslikning sababi, ya'ni yo'qsullarga yor yo'lak bo'lolmaslikning manbasi kishilarning isrofchilik deb atalgan havasga, nafsi xohishga asir bo'lib qilishidir. Шуңа бундак кишилер шейтанның кыйрындашлары деп каралыды. Бу хактагы аят мындак: Tuqqanlarga, kambag'allarga va safar ustidagilarga tegishli haqqini bergin. Isrofxo'rlik qilmag'in. Isrofxo'rlik qilg'uvchilar haqiqatan shaytonlarning qirindoshlaridir. Shayton Rabbiga to'limi tuzkordir. Isro surasi 26-27 oyatlar. Yuqoridagi oyatda ko'rib o'tganimizdek, badxashlik kesligiga giribtor bo'lish sababidan kambag'allarga yor yo'lak bo'lmaslik shayton qayrindosh bo'lish bilan bilitilg'i ilingan. Odatda o'zining orzusini qondirish uchun son-sanoqsiz pul xarjlagan kishilar nomrodlarni yo'lashda bexillik qiladi. Acaba bu kishilarni Allohning yaxshi ko'rishi va do'st tutishi mumkinmi? Allohning nomrodlarga yor yo'lak bo'linglar degan buyrug'iga quloq solmagan, lekin o'zining nafsi xohishi uchun nurg'un pul xarjlaydigan kishilar faqat o'zini yaxshi ko'rgan bo'lib, amaliyotda ular allaqachon nafsi xohishning quliga aylanib bo'lgan. Bu ahvol ham Allohning buyrug'iga amal qilmaslikdan kelib chiqqan isrofchilik, ham bisotni behuda buzib chechishdan borliq kelgan isrofchilik bo'ladi. Bu bir zanjirsimon gunoh bo'lganligi uchun u tabiiy holda egisini, ya'ni Allohni suyish chambirikidan chiqarib o'tadi. Isrof qilgan kishilar amaliyotda o'zini aldaydi. Ular o'zini aldaganlikdan axloq jihatda boshqacha turmush kechirdi. O'zini aldagan odam o'ziga zulm qilgan bo'ldi. Shunga isrofni zulm deyishkimi bo'ladi. 3. Allah yomonlikni sazoy qilguvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Hammaga qodir Allah yaxshi ko'rmaydigan, o'ch ko'radigan yana bir qilmish yomonlikni sazoy qilish. Bu haqdagi oyat tuandikicha. Allah yomonlikni ochiq-oshkor sazoy qilinishini yoqtirmaydi. Ammo zulm uchiruvchilar mustasno. Allah hammani anglab turg'uchi va hammani bilguvchidir. Nisa surasi 148-oyat. Yamonlik razillikning tez yamrash xususiyati bor bo'lib, kishilarning bir-biriga buni yetkazishi, ma'lum ma'nodan aytganda, o'tning ustiga yog' chashqanlik bo'ldi. Bir rayonda yuz bergan razillikning boshqa rayonlarga kengayishi uchun uzun vaqt ketishi mumkin. Ammo uning har xil usullar bilan sazoy qilinishi bu tarqalish sur'atini oshiradi. Bu sababdan Allah yaxshilikning so'zlanishini, tushuntirilishini va tarqalishini tashabbus qildi. Bu haqdagi oyat tuandikicha. Agar sizlar oshkora yoki yoshirin bir yaxshilikni qilsanglar yoki biror yomonlikni kechirsanglar, shubhisizki Alloh nihoyat mag'firat qilguvchi va hammaga qodirdir. Nisa surasi 149-oyat. Biz ulug' Allohning yomonlikni oshkorlashni yoqtirmasligidagi sabablarni tushuntirishni foydali deb qaraymiz. Birinchi, ulug' Alloh o'zining bu xil qilmishini yaxshi ko'rmaydiganligini jakarlash orqali g'ayvat, suxanchilik va gap to'shishning oldini olgan. Yomon ish oshkorlanmasligi kerak prinsipi nurg'un gunohlarning oldini oldigan bo'lg'achqa, hammaga qodir Alloh g'ayvat, suxanchilik va gap to'shishni birinchi eg'izdil to'xtatgan. Ikkinchi, yomonlikning har xil usulda oshkorlanishi kishilarni umidsizlik kittirdi. Jamiyat gumron bo'lyotidi. Razillik avj oldi. Biz vayron bo'lyotimiz. Degandek umidsiz pozitsiyalar jamiyatning bo'sish xarakterli kuchini ojizlatadi. Natijada shaxslar bir-biridan qo'rqishga boshlab, gumonxo'rlik hamma yerda yamraydi. Shunlashqa hammaga qodir Alloh bu xil vaziyatning o'tirib chiqishini xohlamaydi. Bundaq qilmish bor jamiyatlar Allohning so'ygi chambirikining sirtida qoladi. 3. Oyatda yeziqcha va og'zaki taratqular chuqum amal qilishi kerak bo'lgan asosiy axloq prinsipi o'tirib qo'yilgan. Aniqki, axborot vositalari g'aybat qiladigan joy bo'lmasligi kerak. Chunki navbatda axborot vositalari dunyoni taraytib, dunyoning u chetidagi xabarlarni darhol ommaga yetkazadigan darajada taraqqiy qildi. Gerçi xabar bir xalq bilan bevosita munosabatlik bo'lmasimi, ammo yiroqdan kelgan shum xabarlarning ularni qayg'usilishi muhaqqaq. Shunlashqa Qur'on yomonlikning yaxshilik bilan barobar emasligini aytib, umidsizlikning oldini olishga tirishgan.
Aytqinki, rezillikning ko'pligi seni ajablandirsimu, lekin yomonlik bilan yaxshilik barobar emas. Aql egalari, nijot tepishinglar uchun Allohdan ta'b tortinglar. Maid surasi 100 oyat. Yuqoridagi oyatda rezillikning yaxshilik bilan barobar emasligini bildirgan Alloh, ya'ni kishilarning umidsizlikka petib qilishning oldini olish kerakligini ko'rsatib o'tgan. Yomonlikni oshkorlamaslik еңі maarif va tarbiyalash masalasi bo'lib, diniy tarbiyasi yaxshi kishilar uning harom ekanligini bilishi va shuning asosan ish qilishi kerak. Yomonliklar ham jamiyatning ham shaxsning umidsizligini kuchaytiradi. Tushkunlik va umidsizlikni talqin qilgan har qanday xabar, so'z yoki ish yomonlikning yamirishini keltirib chiqaradigan ma'naviy sozliqqa texmi ko'p loy to'kish bo'ladi, xolos. Aziz kitob olg'uvchi do'stlar, bugungi o'qigan tema mushagacha bo'ldi. Kelar qatimliq ko'rishayli, xayr xo'sh, Allohga omonat.